Salom hammaga. Sizlar bilan Napoleon. Bugungi video sizlar uchun juda foydali bo'ladi. Chunki hamma 50 ming, 100 ming va 200 mingga sotayotgan optimizatsiyani men sizlarga tekinga bermoqchiman. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoni yanada ko'proq odam ko'rishi uchun like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ortiqcha vaqtingizni olib o'tirmayman. Unda biz videoni boshladik. Birinchi navbatda har doim o'yin payti Bluetooth ochiq tursin. Bluetooth har doim siz bilmagan payti yoniq qolishi mumkin. Keyin hamma telefonlarda obnovlение po bo'limi yoniq turadi. Bu yerdagi hamma narsani bo'chiramiz. Bundan keyin AirDrop va AirPlay va yana shunga o'xshash keraksiz bo'limlarni o'chirib chiqamiz. Bu narsalar telefonni ortiqcha qizishi va qotib loglar bo'lishiga olib keladi. Iloji boricha men o'chirayotgan hamma narsani o'chirib chiqing. Bunday narsani hech kim sizlarga o'rgatmaydi. Obnovlение kontenta bo'limini vaqtni o'chirib tashlash kerak. Klaviatura bo'limidagi bo'limlarni men o'chirgandek o'chirib tashlang. Sizni telefoningizda slovar bo'limidagi tillar yoniq turadi. Siz bularni hammasini o'chirib tashlashingiz kerak. Shu bilan osnavniy bo'limidagi ishlar yakunlandi. Endi universalniy dostup bo'limidagi yangilanishlarni men bilan birga bajarib boring. Men bu yerda ortiqcha gap ayta olmayman. From
Hamma narsani qilib bo'lgansan, keyin CPU-X degan ilovani yuklab olishingiz kerak. Va har oyingi kirishdan oldin bu narsani men qilgandek kabi tozalab yurishingiz kerak. Va hamma nastroykani qilgandan keyin PUBG o'yiniga kirib, o'yiningizni ko'rishingiz mumkin. Bilaman, sizlarning ichingizda Samsung, Redmi, Infinix, Tecno va shunga o'xshash telefonlarda o'ynaydiganlar bor. Men o'zimning Telegram kanalimda boshqa telefonlar uchun ham optimizatsiya tashlab qo'ydim. Kirib olishingiz mumkin. Agar sizning telefoningizga optimizatsiya yo'q bo'lsa, men shaxsiy lichamga kirib yozing. Men sizga telefoningizga tushadigan optimizatsiyani tekinga beraman. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Napoleon bo'ldi.